Barselona keyingi bosqichga yo'l oladimi? Yo bosqichga o'ta oladimi? Buni vaqt ko'rsatadi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, obunachilar. Bugun FC Mobile o'yinida Barselonani Chempionlar Ligasida g'olib qilamiz. Qaraymiz, agar bugun kontentimiz o'xshasa, ikkinchi qismini ham chiqaramiz. Bugun esa qaraymiz, agar vaqt yetgancha o'ynaymiz. Xo'sh, Barselona Chempionlar Ligasini yutmaganiga qarib mana 10 yil bo'ldi, 11-yil ham bo'lyapti. Nasib, o'yinda yutamiz, kelasi yil aniq Barselona Chempionlar Ligasini hayotda ham yutar balkim. FC Mobile'ga mana kirmaganimga ancha bo'lgani, ancha yangilanishlar kirib ketdi. Mana nihoyat o'yin kiryapti. O'yinga ham mana ko'ramiz hozir o'yinga yangiliklarini va Barselona Chempionlar Ligasida g'olib qilishga harakat qilamiz. Hozir jahon chempionati ham kelgan bo'lishi kerak. Hozir qidirib ko'raman. Baholash so'rayapti. Hozir shart emas bu narsa. Agar qaraymiz, agar 1000 ta podpисчик yig'sa, PlayStationdan shu FC26 ni o'ynaymiz. U boshqacha rejimda bo'ladi. FC Mobile'dan ancha farq qiladi. Unda karyera rejimlari ham bor. Bir futbolchi karyerasini qilamiz. Hozir agar Barselona chempion qilsak, keyingisida qaysi komandani olishimizni yozib ketasizlar. Mana ancha narsa kirmagan, ancha bo'lgan, mana ko'p narsalar beryapti. Hozir Palibom bugun g'alaba qilishimiz kerak. Palibom harakat qilishimiz kerak. Agar biz ham 1000 tadan ortiq obunachiga ega bo'lsak, Azbek Forever, Roma aka kabilarga o'xshab biz ham PlayStationdan o'sha futbolchi karyeralarni davom ettiramiz. Mana 17 Forever ochilgan bunda. Va hozir qidiramiz mana. Qaraymiz. Nachalo игры yo'q. Bunday emas ekan. Hozir biz ham shu kontentlarni qilamiz. Nasib obunachilarga ega bo'lamiz. PlayStationdan ham kontent qilamiz. Keyingi jamoa kim bo'lishini siz kommentda yozib keting keyingi videoda. Men o'qib chiqaman va Barselona chempion qilib bo'lgandan so'ng sizni jamoangiz chempion qilib beraman. Turnir mana Chempionlar Ligasi turnir. Hozir Barselonani topib olamiz va bo'ldi tanladik. Xo'sh. Начинаешь, новичок, любитель, профессионал. Любитель tanlaymiz. Meroviy klasslar juda kuchli va Chempionlar Ligasidan birini bahramand bo'laylik. Newcastle United bilan tushgan ekanmiz. 1-8 dan boshlab ketgan final. Bu yerda gruppaviy etap yo'q. Hozir va Chempionlar Ligasi. Va bu yerda Chempionlar Ligasidan bahramand bo'ldik. Endi bu yog'i biz davom ettiramiz. Endi jamoani ko'ramiz. Tarkib boshqacha taktika ekan. 4-3-3 ataka taktikasini qidiramiz. Hozir mana bu yerdan 4-3-3 ataka. 4-3-3 ataka. 4-3-3 udержание. Yo'q, bo'lmas. 4-3-3 bu ham emas. Bo'ldi, topdik mana 4-3-3 ataka rejimi. Bu yerda Rafinhani chapga o'tkazamiz, Lewandowskini tushiramiz, Ferran Torres o'rniga hamda Joao Canceloni tushiramiz, Balde o'rniga. Anchagina kuchli himoyachi Joao Cancelo menga yoqadi. Aynan Newcastle United qarshi o'yinda boshlaymiz, bo'ldi. Birinchi o'yin, ikkita o'yinli bo'ladi, 1-8 finallar, to finalgacha. Bu yerda endi ko'ramiz hozir Barselonani Newcastle United ham anchagina kuchli jamoa. Hozir Barselonaga ham Newcastle Uniteddan transfer bo'ldi. O'sha Anthony Gordon o'tdi-yu Barselonaga. Endi kelasi mavsum harakat qilib ko'rsa bo'ladi Barselona Chempionlar Ligasini yutishga. Hozir qaraymiz. Hozir yuklansin.
Tezroq kirsa tezroq o'ynardik. Hozir ancha bo'lganda kirmaganim shu sababli qochishlar bo'lmoqda, paydo bo'lmoqda, uzilishlar. Kamchiliklarim bo'lsa kommentga yozib ketasizlar. Va o'yinni boshlandi. Barselona Newcastle United. Newcastle United maydonida Newcastle hujum ancha kuchli. Qarang, Gordon, Barnes, Voltamat. Barselona o'sha hamma taniydigan tarkib. Va Newcastle o'yinni boshlamoqda. Ancha o'zgarishlar bo'lib ketibdi FC Mobile'da. To'pni Fermin olmoqda, Newcastle'dan xato qilib qo'ydi. Lamin va gol. 4-daqiqada hisobni ochamiz. O'zim sharhlayman shu o'yinda. Keling. Newcastle United markazdan boshlamoqda. Barnes, Ramsey, Voltemat. To'pni Pedri olib qo'ymoqda. Pedri pas bermoqda. Lamin Yamal uzatma, xato Botman, Hal. Lamin bosimda davom etmoqda va to'pni ola olmadi. Joelinton, Pedri, Lewandowski, Rafinha, Fermin, zarba va 2-0 16-daqiqadayoq. Barselona juda kuchli jamoa hisoblanadi. O'zi o'sha bu yilga omadi kelmaganining sabablari bir necha. Shu tarkib ham kuchsiz ham deb bo'lmaydi. O'sha Rafinyaning jarohati Barselonani qiynamoqda. Oldinda Jahon chempionati ham bor. Jahon chempionati o'yinlarini ham FC Mobile'da o'ynab, O'zbekiston milliy terma jamoasini ham chempion qilishga harakat qilaman. Nasib. Sizlardan faqat obuna bo'lish, like, kommentni talab qilaman. To'p Rafinyada, zarba Fermin 3-0. Anchagina kuchsiz jamoa deb o'ylamagandim bu jamoani. Ammo Newcastle ham boricha o'ynayapti. To'p Voltemat, Pedri mana shu Barselonaning bosh hujumlar fazasini boshlovchi o'yinchi hisoblanadi. To'p Lewandowskida pas berdim. Xato. Barselona juda kuchli jamoa hozirda. Va Fermin zarba. Biz ham 1000 obunachini tezroq yig'ishga harakat qilaylik. Hamda shuning uchun sizlardan talab ham iltimos, obuna bo'lib qo'yinglar. Hol bugun vaqtim yetgancha qilaman kontentni va ertaga shuni davomini qilaman, ya'ni ikkinchi qismini chiqaraman. Hozir bu birinchi qismi. To'p Lamin Yamalda. Lamin. Menga xabar kelmoqda va to'p Joelinton qochmoqda. Erik Garcia taqibda olib qo'yapti kunda. Shunday qilib men faqat Chempionlar Ligasi hamda Jahon chempionatini karyerasini qilaveraymi yo o'zimni jamoam bilan turli xil divizionlarda o'ynab ko'raymi? Shuni yozib yuborsanglar kommentga, shunga qarab harakat qilamiz. Hozir Barselona chempion qilamiz. Undan keyin siz aytgan jamoani, kommentda yozgan jamoani ham chempion qilamiz. So'ng o'zimni jamoam bilan o'sha divizionlarda o'ynayman. Lamin Yamal 63-daqiqa va gol yana. Juda erkin o'ynamoqda Barselona, juda no'noq o'yin qilyapti Newcastle. Pedri, Ramsey to'pni olib qo'ymoqda. De Jong, Pedri, Dani Olmo, Trippier, Botman. Newcastle harakat qilib ko'rish kerak. Gol urishga Lewandowski va zo'r tushdi oyog'iga. Zo'r tashlab berdi bu yerda Fermin. 5-0 Newcastle shunchaki cho'ktirib tashlaymiz. Javob o'yinda umidni uzib tashlagandek qilyapti Barselona bilan. Voltemat juda qaltis surpan turdi. Erik Garcia. Voltemat. Javob o'yinni shu o'zim o'ynaymi yo botga qo'yib beraman va ajoyib harakatlar Gubarsi olib qo'yadi. Joao Cancelo.
De Jong to'pni Lewandowskiga uzatmoqda. Lewandowski va to'p Rafinhada. Men har kun Kante chiqarishim uchun menga beradigan eng kuchli podдержкалaringiz shu: obuna bo'linglar, like bosinglar, komment yozinglar. Menga bu kuchli motivatsiya bo'ladi keyingi videolarni chiqargunimcha. To'p Dani Olmoda, Rafinha o'yinga e'tibor qaratsak, 87-daqiqa, Lewandowski, Rafinha 6-golmi, 7-golmi? 6-gol ekan. 6-0 bo'ldi, tugadi. 90-daqiqa tugadi. Birinchi o'yinni yakunlab oldik. Barselona 6-0 hisobida g'alaba qozondi. Xo'sh, internet qotmoqda. Ozgina uzilish bo'lib qolyapti mana shunda. Internetim ham ishlamay qoldi va keyingi kontent chiqarguncha sog' bo'linglar. Ikkinchi qismini chiqaramizmi, yo'qmi? Kommentda yozinglar.